Ummakka to'lan bu yoqda soat bor. Shuni yonidan kelib mana bu tarafda xot bor. Mana ikkitalik bor-ku. Keyin bu yoqda ikkitalik bor. Keyin bu yoqda birlik bor. Birlik bor. Bunday soat strelkasiga teskari kelinadi. Keyin mana bu yerga kelib xo'sh, bu yerda koleskalar tekin. Mana Free Wheelchair Pick-up Point yozilgan. Tepasida arabchasini ham yozib qo'yibdi. Naqtois. Xullas kalom o'sha yerda bepul beradi. Odamlar voy $100 koleska beradi deydi-yu, bular yolg'on. Pul ishlab yotganlar ham bor, to'g'ri. Lekin tekin joy mana. Bundan tashqari bu yerni tanishtirish uchun bu yerda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan joylari Mukarrama nomidagi kutubxona library qilib qo'yibdilar hozir bu yerni. Bu yoqda Abilahabi uyi tahoratxona qilib qo'yibdilar, tualet etib. Taxminan tushunishlaringiz uchun aytdim. Mana bu yerda yo'qolgan narsalarni beradigan joy bu. Siz yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu yerdan qidirib topishingiz mumkin. Masalan, telefonmi, boshqami, hujjatmi, shu yerdan so'rab ko'rasiz. Kutasiz lekin. Vajingizni ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, shu yerdan kelib, mana bu yerda so'raysiz mana shu yerdan. Nogiron yoki yura olmaydigan kasalmand odamlar uchun koleska kerak bo'lsa. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon muborak bo'lsin.